Yozish sizni qutqaradi. Kitob o'qigan inson aqlli bo'lsa, yozgan odam esa dono bo'ladi. Xo'p, bugungi bloknot tutish bo'yicha birinchi darsimizga xush kelibsizlar va bugun sizlarga nimaga aynan yozish ko'nikmasi sizni hayotingizda muhim o'zgarishlar qilishi mumkinligini men isbotlab bermoqchiman va bloknot tutish odatiga yordam beradigan 10 ta tavsiyani ham aytib o'taman. Xo'p, bir-chekkadan boshlaymiz. Iloji boricha darsda siz uchun qisqa, lo'nda va aniq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, qachonki Simon Sinek aytganidek, nimaga savoliga javob bera olsangiz, qanday qilib degan savolga osongina javob berishingiz mumkin bo'ladi. Nima uchun yozishimiz kerak? Sababi yozish bu tafakkur qilish bilan bir xil. Kitob o'qiydigan odam bilan yozadigan odamni, kitob o'qib yozadigan odamni farqi shunday bo'lishi mumkin. Chizmada keltirilgandek. Odatda ko'p kitob o'qiydigan tanishlarim, hammasi fikrlari chalkash va doim xayollarida juda ko'p ma'lumot bor. Lekin kitob o'qib, ham post yozadigan, Telegram blog yuritadigan va kundalik ravishda har kuni o'zini bloknotiga yozib boradigan do'stlarimning fikrlari ancha o'tkirroq va tartibliroq bo'ladi. Shu farqni ko'rganim uchun sizga birinchi o'rinda shu sababli o'qigan ma'lumotlaringizni, eshitgan maslahatlaringizni yozib borishingizni maslahat beraman. Xo'p, yozuvchi odam, doimiy yozib boradigan odam ta'sirliroq bo'ladi. Sababi unda o'tkirlik, to'g'ri so'zlar va aniqlik bor bo'ladi. Yozib borgan odam birinchi navbatda bir qator narsa yozsa va bir bet narsa yozadigan bo'lsa, boshlanishiga o'zini yozuvidan va yozgan ma'lumotlardan nafratlanadi. O'ziga yoqmaydi va o'shani xatolarni o'zgartirishga harakat qiladi. Noto'g'ri so'zlarni ishlatayotganini ko'radi. Unda o'tkirlik bo'lmaydi. Gaplarida kuchsiz, xuddiki zerikarli gaplarni yozayotgandek his qiladi. Va u yozuvchi bo'lish uchun qayta-qayta yozganida unda o'tkirlik, to'g'ri so'zlarni ishlata olish va aniqlik paydo bo'ladi. Ya'ni bu adashmasam influence deyiladi. Psychology, ta'sir psixologiyasiga juda kuchli foyda beradi. Ko'pchilik endi yozishni boshlayotgan odamlar e'tibor beradigan narsa bu husnixat bo'ladi. Lekin bu chiroyli husnixatga e'tibor berishingiz kerak degani emas. Unikal yozish va unikal o'qish tajribasiga e'tibor bering. Siz yozayotgan narsangiz unikal, o'zingizga tegishli va boshqa takrorlanmas ma'lumot bo'lishi kerak. Yozganingizda o'zingiz qayta-qayta o'qiydigan, boshqalar o'qiganda hech bo'lmaganda wow deb yuboradigan ma'lumot bo'lishi kerak. Va shundagina sizni haqiqiy yozishda progress qilayotgan bo'lasiz. Va shu ikkita narsaga e'tibor bering. Unikal yozish va unikal o'qish tajribasiga. Hech qachon husnixatga emas. O'g'il bolamisiz, qiz bolamisiz, chiroyli yozish hech narsani hal qilmaydi. Xo'p, yozish ko'p muammolarni hal qiladi. Ortiqcha o'ylash, siqilish, zerikish, g'oyalar yetishmasligi, qaror qabul qilish qiyinligi, hammasini 90% holatlarda shunchaki o'tirib, haqiqiy ma'lumotlarni, hayotingizda bo'layotgan real voqealarni yozish va tanlovlarni tahlil qilish orqali hal qilib olsa bo'ladi. Shunaqa. Bu birinchi sababidir. Ikkinchi sabab, yozish bu eng samarali harakat. Qarang, sizni bitta vaqtda o'zida faqat bir dona odamga ma'lumot bera olishingiz va ta'sir o'tkaza olish doirangiz bo'ladi xolos. Ya'ni siz kimgadir gapirayotganingizda, ukangizgami, qarindoshingizgami, do'stingizgami, kimgadir gapirayotganingizda faqatgina bitta unga ta'sir o'tkaza olasiz va sizni potensialingiz undan boshqasiga chiqishi qiyin. Agar 1000 kishilik notiqlik anaqa qilmayotgan bo'lsangiz, notiqlik o'tkazmayotgan bo'lsangiz. Misol uchun, o'zimizda shaxsiy rivojlanish bo'yicha, hayot bo'yicha ustozlarimiz bor. Aziz Rahimov, Abdusattor Abdurahimov, Shahid Olimov, Jasur Muhammad. Bularni hammasini Telegramdagi auditoriyasini hisoblab chiqqanimizda 120 ming kishidan ortadi. Bular hammasi bir kishiga gapirib chiqishi mumkin edi. Lekin ular Telegramda blog yuritib, blog yozish orqali odamlarga ijobiy ta'sir o'tkazishda tanlashgan. Sababi bu eng samarali harakat. Naval Ravikantning shunday gapi bor. Kodlar va media eng tez kengayuvchi instrument. Siz ilova uchun, platforma uchun kod yozadigan bo'lsangiz, u shu darajada yaxshi ishlaydigan instrumentga aylanadiki va u boshqalarga kengayib, foyda bo'lib boradi, qiymatga aylanib boradi. Yoki siz mediada qanaqadir post chiqaradigan bo'lsangiz, kontent oladigan bo'lsangiz, u ham nima bo'lishi mumkin? U ham eng tez tarqovchi instrumentga aylanadi. Xo'p, video, audio, Telegram post hammasi yozish bilan boshlanadi. Har bitta kuchli blogerni, har bitta kuchli va saviyali kontent oladigan odamni
postlariga qarasangiz tartib bilan gapirishadi. Buni hammasi yozishdan keladi. Har kuni bir bet yozish 1 yil davomida bitta kitobga aylanadi. Ya'ni bir bet yozsangiz 365 betli kitob yozib qo'yishingiz mumkin. 20 yil davomida muntazam yozish esa sizni kuchli yozuvchilar qatoriga kiritishi mumkin. Sifatli bo'lsa albatta. Yozayotgan gapingizni boshlanishiga sifati boshqasi bo'lishi shart emas, agar boshqalar o'qimaydigan bo'lsa. Iloji boricha o'zingiz o'qib, o'zingizni tahlil qilishga harakat qiling. Va 20 yil davomida yozadigan bo'lsangiz, bilmayman qanchalik darajada faylasuf bo'lib ketasiz. Xo'p, ikkinchisi, yozish bu shaxsiyat qurish desa ham bo'ladi. Menga oxirgi 5 kun ichida bloknotingizga nimalar yozganingizni ko'rsating. Men sizga hayotingizni qanaqa ketayotganini, xarakteringizni, kimligingizni, sizga nima osongina va qiyinchilik bilan ta'sir o'tkazishini aytib bera olaman. Hammada shunaqa. Ko'pchilik do'stlarimni bloknotlarini o'qiganimda yoki postlarini o'qish orqali yaxshiroq tanib olganman. Do'stlarim bor, 80 kishilik, 30 kishilik, biraliklari 500 kishilik auditoriyalar bor Telegramda. Ularni hammasini yaxshiroq tushuna olishim ularni postlarida nima yozganim orqali bo'lgan. Ular bilan gaplashib emas. Sababi yozganda odam anchagina o'zini xarakterini ochib beradi. Siz o'zingiz ham xuddi shu narsani o'zingiz uchun qilishingiz mumkin. Ko'pchilik savatchasini keraksiz media ma'lumotlari bilan to'ldiradi. Xo'p, savatchingiz bor. Tasavvur qiling, sizni qo'lingizda. Bu yerga chiza olganim yo'q. U savatchingizga yaxshiroq narsa solmoqchisiz. Olma solishingiz mumkin, meva, tuxumlar solishingiz mumkin-da. Lekin bu savatchingiz doimiy ravishda keraksiz ma'lumotlar bilan to'lib tursa, yaxshi narsalar kirishi qiyin bo'lib qoladi. Yozish orqali o'zingizni yaxshiroq tanib olishingiz mumkin. Xo'p, agar 1-yanvar yozgan maqsadingizni 1-may ham yozgan bo'lsangiz, sizda nimadir xato. Yozishni shaxsiyat qurish bilan men progressni o'lchab borish uchun ham juda yaxshi instrument deb bilaman. Misol uchun, aytaylik, sizda 4 ta maqsad bor yoki hayotingizdagi o'sha 4 ta bir qo'yilgan reja bor va o'sha yozish orqali, kundalik ravishda yozib borayotganingiz orqali qanchalik darajada progress qilayotganingizni ko'rib borishingiz mumkin. Endi bu yerda taxminiy maqsadlar qo'yilgan: mashina sotib olish, til o'rganish, chet elga sayohat, shaxsiy fond. Bularni hammasini kundalik yozib borish orqali o'zingizdagi o'zgarishlar bilan taqqoslasangiz bo'ladi. Ya'ni 1 oy oldingi Ahror bilan 1 oy keyingi Ahrorning o'rtasida taxminan 2 oy vaqt bo'ladigan bo'lsa va 60 kun har kuni natijalarni yozib borishim menga qanchalik darajada o'zgarganimni va nima uchun o'zgarganimni, menga nima ta'sir qilganini bilishimga ancha yordam beradi. Xo'p, yozish odati uchun, kuchli yozish odati uchun sizga 10 ta maslahat. Birinchisi, e'tibor uchun emas, aniqlik uchun yozing. Blogingiz bo'ladimi, chiroyli bunaqa bloknot tutasizmi? E'tibor uchun emas, aniqlik uchun yozing. Kimdir o'qiganda nimadir tushunsin, hattoki o'zingiz o'qiganingizda ham. Xo'p, har kuni yozing. 15, 25, 45 daqiqa qoidasi. Iloji boricha 10 kun davomida 15 minutdan boshlab yozishni boshlang. Hattoki anaqani ochib qo'yib, bloknotni shunchaki ochib qo'yib, ruchkani qo'yib, quruq bloknotga qarab o'ylab o'tirishingiz ham yozishga kirish mumkin. Sababi siz quruq anaqani o'ziga, bo'm-bo'sh varoqni o'ziga qarab ham nima qilyapsiz? Tafakkur qilyapsiz. Xo'p, bu ham yordam beradi. Keyingi 10 kunda 25 daqiqadan yozishni boshlang. Keyingi 10 kunda bo'lsa 45 daqiqadan kuniga yozishga vaqt ajrating. Xo'p, 3-maslahat, roman yozmang. Hech qanaqasiga roman yozmang. Qator qilib juda uzoq yozishingiz shart emas. Siz boshlanishiga kichik g'oyalardan yozishni boshlaganingiz yaxshiroq. Kuningiz qanaqa o'tgani, moliyaviy maqsadlaringiz yozsangiz bo'ladi yokida biron bir postda o'qib qo'yganingizni bo'yicha o'zingiz fikrlaringizni yozsangiz bo'ladi. Ya'ni kichik paragraflar yozishdan boshlang va u keyin katta maqolalarga aylanib boradi. Keyingisi, g'oyalarni o'g'irlang. Xo'p, hech narsani nimani yozishni bilmayotgan bo'lsangiz, YouTube'ga kirsangiz, o'sha self improvement, shaxsiy rivojlanish bo'yicha gapiradigan odamlarni YouTube mavzulari bor, taytllari. Mana misol uchun hayotimni o'zgartirgan 7 hodisa, 7 ta narsa. Hammani hayotini o'zgartirgan qanaqadir 7 ta sabab chiqadi. Misol uchun sizni hayotingizni qanaqa 7 ta hodisa o'zgartirgan? Nima bo'lishi mumkin? Shuni bitta varog'ini ochasizda, bir chekkadan o'sha 7 ta raqam qo'yib chiqib yozib chiqing. Misol uchun, xususiy maktabda o'qiganim birinchi sabab bo'lishi mumkin, til o'rganganim ikkinchisi. Shunaqa 7 ta narsani yozib chiqsangiz, tayyor o'yingizda kontent va suhbatlashayotganingizda chiroyli, mazmunli, tartibli fikrlar paydo bo'ladi.
kimdir sizdan maslahat so'raganda ham ayta olishingiz mumkin. Hayotim 7 ta shu narsa o'zgartirgan deb. Xo'p, rasmiylikdan qoching. Qanaqa gapirsangiz shunday yozishni boshlaganingiz yaxshiroq. Hamma iloji boricha haligi tartibli yozishga, rasmiy so'zlarni ishlatishga harakat qiladi. Yo'q, siz qanaqa gapirsangiz shunday yozavering. Va bu sizga auditoriyangiz yoki o'zingiz keyinroq yaxshi tushunishingizga yordam beradi. 6-si, hayotingizni sohalarga ajratib chiqing. Xo'p, hech kimni hayoti misol uchun bitta narsa atrofida aylanmaydi. Hammaniki har xil. Misol uchun kimdadir moliya bor, kimdadir til o'rganish bor, kim ilm olish, sport bor, to'g'rimi? O'shaning uchun bo'lib chiqing. Bloknotingizni xohlasangiz bo'lib olib yozing, xohlasangiz bitta betiga har kuni har xil yozing. Misol uchun oilaviy munosabatlaringiz bo'yicha ozgina betga yozing. Bu yerga do'stlaringiz bilan munosabatlaringiz, yangi tanishgan odamlaringiz yana ozgina shuncha yozing. Shunaqa qilib yozib borsiz bo'ladi. Menda bu narsa ozgina boshqacharoq, mana ko'rsata olaman. Bu asosan ish uchun. Ish uchun xuddi shunaqa bloknot tutaman. Bu bo'lsa o'rganayotgan ma'lumotlarim uchun xuddi shunaqa nima yangi o'rgansam shunaqa yozib ketaman. Shu. Bu boshqa narsa. Va bu yoqda bo'lsa asosan hissiyotlarim haqida nimalar bo'layotgani. Bu yoqda ham o'rganish, hissiyotlar, mana boshida ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa narsalar haqida yozaman. Shu. Alohida ajratib olganman, lekin siz boshlang'ich sifatida ajratishingiz shart emas. Bitta bloknotni o'ziga har xil sohalarda yozib borganingiz yaxshiroq. Keyingisi, mukammallikka tupurib qo'ying. Mukammallik sizga umuman kerak emas. Hech kimga kerak emas. Birinchi, hajm va davomiylik muhim. Har kuni yozing va iloji boricha tez-tez kichik paragraflarni yozib turishga harakat qiling. Hayotingiz o'zi eng zo'r mavzu. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, xo'p, qarang, hayotingizni o'zini gamifikatsiya qilib, har kuni qanaqa o'zgarishlar qilayotganingizni, qanaqa yangiliklar qilayotganingizni yozib borsangiz bo'ladi. Misol uchun, bugun ertalab yugurgan chiqdingiz, 3 litr suv ichdingiz, do'stingiz bilan gaplashdingiz, qaysi problemangizni hal qildingiz, qancha pul topdingiz, bularni hammasini agar bullet point qilib yozib chiqadigan bo'lsangiz, keyingi darslarimda o'rgataman. Uni qanaqa yozishda hayotingizni o'zi bitta chiroyli kitobga aylanib qoladi. Shunga e'tibor bering. Natija emas, jarayondan zavqlaning. Qanaqadir yozganingizdan keyin g'alati bo'lib qoldi yoki nechta odam o'qir ekan, yozgan postim nechta prosmotr bo'lar ekan, unaqa narsalar haqida umuman o'ylamang. Iloji boricha jarayondan zavqlaning. Yozib maza qiling bo'ldi. Jamoa bilan ishlang. Kundalik tutadigan odamlar bilan do'st bo'ling. Iloji boricha. Sababi ularni kundalik yozayotganini ko'rib, o'zingizda ham motivatsiya paydo bo'ladi, ishtiyoq paydo bo'ladi. Shunda bu sizga yordam beradi. Va oxirgi 11-maslahat, kursga yoziling. Shunaqa, hammaga kattakon rahmat e'tibor uchun. 13 daqiqalik bu bloknot tutish bo'yicha bizning darsimiz bo'ldi. Birinchisi.